Qani hozir boshlang'ich to'lovsiz mashina bo'lsa olvorardim. O'zbekiston kutgan yangilik. Boshlang'ich to'lovsiz mashinalar respublika bo'yicha ochildi. Ha, yo'q. Qani. Bir sim boshlang'ich to'lovsiz mana shu ko'rib turgan 12larda Lyuboy. Ha, tushundim. Ha, keyin Hattoki nomeriga pul to'lamaysizlar. Bir sim boshlang'ich to'lovsiz. tushundim, aka, boshlang'ich to'lovsiz ekan. Keyin nima? Sharti butun respublika bo'yicha yashab turgan uyingiz, noturar joy binoyingiz 2022-yildan baland bo'lgan mashinangiz bo'lsa, zalogga qo'yib berish natijasida Lyuboy mashinani 1 so'm xarajat qilmasdan olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Hozir boshlang'ich to'lovsiz nima deysizmi? Okey. Hozir mana shu 3 marta 4 marta aytdingiz-da shu boshlang'ich to'lovsiz emas bu. Bu juda katta to'lovlar ekan-ku. 2022-yildan keyingi mashinam bo'lsa, mashina olib nima qilaman, jigar? Men hozir ichimda bir iflos odam bordir, rosa chiqqish kelyapti, rosa gapirgisi kelyapti shu. Gan odam borda. Do'stim, senga zo'r qiz topib qo'yganman. Hali biron marta yerga tegmagan. Bitta bolasi bor xolos. Deganday qildingiz-da hozir.